Roberto Baggio shtat penaltichisi bo'lgan. Har doim gol urgan Italiya terma jamoasida. Lekin muhim pallada shu osmonga tepib yuborishning asosiy sababi nima? O'zi bilan o'zi millionta variantning ichidan qaysi variantni tanlay olmaganidan nima bo'lsa bo'ladi deb kuchga tayanib tepgan to'pida keyin Braziliya jahon chempioni bo'lgan. Brahim bo'lsa uyda bo'lyapti. Raqib jamoa norozi chiqib ketishyapti, qayta olib kelishyapti, chiqib ketishyapti. Hamma kuzatib o'tiribdi. Shu Brahimdan boshqa hamma holatni o'rganyapti. Lekin Brahim umuman bu narsa o'ylamayapti. U penalti miyasida millionta penalti degan yozuvlar chiqib ketgan bo'lsa kerak. Formulalar chiqib ketgan bo'lsa kerak. Chunki bunaqa tepish uchun futbolchi rostdan ham shok holatiga tushishi kerak-da. Va tushdi ham panenkasini ijro etdi. Mendy o'tirib o'rnidan turib o'rtada kofe ichib to'pni egallab oldi va yuqori hakamga ishora qildi. Xudo ko'rib turibdi, ha. Endi voqealar rivoji aniq qaysi tomonga qarab ketayotganini hamma tushundi. Taqdiri ilohiy qayerga qarab ketayotganligini Marokash ham tushundi, muxlislar ham tushunishdi. Buni ko'proq tushungan Senegal o'zining yagona golini urdi. Brahimning zarbasi Marokashni ham izdan chiqarib yubordi. Senegal jahon chempionatiga mutlaqo boshqa kayfiyatda keladi. Brahim Diaz va uning yulduzli Marokashni dog'da qoldirib, haqli tarzda dog'da qoldirib, Afrika chempioni bo'lyapti. Bunaqa dramani bilmadim, Afrikadan boshqasi taqdim eta olmasdi.